Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz siz bilan trapetsiyaga oid masala yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, masalamiz berilgan. Bizda ixtiyoriy bitta trapetsiya berilgan. Uning bir diagonali 20 ga va unga yopishgan tomoni, ya'ni yon tomoni 15 ga va ular orasidagi burchak 90 gradus deb berilgan. Ikkinchi yon tomoni esa 13 ga teng deyilgan va bu trapetsiyaning yuzasi so'ralgan. Demak, yuzasini topamiz. Yuzamiz asoslar yig'indisining yarmi va balandlik ko'paytmasiga teng. Demak, A plus B taqsim 2 ko'paygan H ga. Ana endi birinchi navbatda mana bu asosni topib olamiz. Xo'p, asosni A deb belgilaydigan bo'lsam, bu burchagim 90 gradusli, bemalol mana bu ikki tomon, demak bizga katet vazifasini bajaradi. Bular uchun Pifagor formulasini qo'llab yuboramiz. Demak, 15 ning kvadrati plus 20 ning kvadrati teng A ning kvadratiga. Bundan aniq hisoblaydigan bo'lsak, A bizga 25 degan natijani beradi. Ana endi biz kichik tomon topib oldik. Ana endi asosan endi buning balandligini topib ko'ramiz. Demak, mana bu uchidan bitta balandlik tushiraman. Demak, bu uchidan balandlik tushiradigan bo'lsam, demak, umumiy asosim 25 ga teng. Mana bu tomonni x, bunisini h deymiz. Mana buni esa 25 minus x deb qo'yamiz. Ya'ni umumiysi 25 edi. X tayirsam 25 minus x kelib chiqadi. Ana endi bo'sh burchak uchun alohida Pifagor, bo'sh burchak uchun alohida Pifagor qo'llaymiz. Demak, ana keyingi navbatda h ning bo'sh burchak uchun Pifagor qo'llasak, h ning kvadrati plus x ning kvadrati teng 15 ning kvadratiga. 15 ning kvadratiga. Ana endi bo'sh burchak uchun qo'llaydigan bo'lsak, xo'p, h ning kvadrati plus mana buning ham kvadrati, ya'ni 25 minus x ning kvadrati teng 20 ning kvadratiga. 20 ning kvadratiga. Mana buni kvadrat bo'yicha ochadigan bo'lsak, xo'p, h ning kvadrati plus 25 ning kvadrati 625, ikkalasining o'rtasi minus 50x, xo'p, plus x ning kvadrati teng 20 ning kvadratiga. Ana endi h ning kvadrati plus x ning kvadrati bizga 15 ni bergan. Bu yerda ham h plus x kvadrat berilgan. O'rniga 15 ning kvadratini qo'yib yuboraman. Xo'p, 15 ning kvadrati plus 625 minus 50x, hop, teng 20 ning kvadratiga. Ana endi x ga bog'liq tenglama bo'ldi. Bu tenglamaga asosan biz hop x ni yechib chiqadigan bo'lsak, x imiz bizga hop 9 degan natijani berar ekan. X imiz teng 9 ga. Demak, buni isbotlashni o'zlaringizga loyiq deb qoldirdim. Ana endi x lar o'rniga 9 qo'yib olamiz. Mana bu bizga 9 ni beradigan bo'lsa, h ni topish uchun mana bu yerda o'rniga x ni o'rniga 9 qo'ysam 81 kvadrati, 15 ning kvadrati 225, 81 ni ayiradigan bo'lsam 144 degan natija bo'ladi. Bu esa 12 ning kvadrati. Shuning uchun h imiz teng 12 ga. Ana endi mana bu tomonim bizga, demak, bu kichik asosimiz b ni berar edi. Bu tomondan ham xuddi shunday bitta balandlik tushirdim. Ana endi mana bu h imiz 12 bo'lgandan bu ham 12 ga teng bo'ladi. Bu h ham 12 ga. Ana endi bu tomonni Pifagordan topsam, 13 ning kvadratidan 12 ning kvadratini ayiradigan bo'lsam, bu yerda bizga mana bu katetimiz bizga 5 ni beradi. Ana endi qarang. Demak, 9, 5. O'zi umumiysi 25 ni berardi. Demak, undan 9 va 5 ni yig'indisini ayiradigan bo'lsam, mana bu qismim bizga 11 ga teng bo'lib qolar ekan. Qarang, o'z navbatida mana bu yerning o'zi bu tomonga teng bo'ladi. Shuning uchun mana buning ham o'zi 11 ga teng bo'ladi. Biz hozir qarang, b ni ham, a ni ham, h ni ham topib oldik. Endi shunchaki o'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. Demak, a miz 25 ga teng bo'ldi. B miz esa 11 ga teng bo'ldi. Taqsim 2, h imiz bizga 12 ga teng bo'ldi. 12 bilan buni qisqartirsam 6 teng. Demak, 25 ga 11 ni qo'shadigan bo'lsam 36. Demak, bundan esa ko'paytirilgan 6. 36 ni 6 ga ko'paytirsak 216 degan natijaga erishamiz. Demak, mana bu trapetsiyamizning yuzi 216 ga teng bo'lar ekan.